Assalamu alaykum savoqdaşlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun al-usul min ilm al-usul degan darsimizning davomini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda an-nasx haqida to'xtalamiz. Nasx degan nima desa, bu lug'at jihatdan nasx degan amaldan qoldirish yoki yo'tkash yoki o'chirib o'tish degan ma'nodagi bir so'z. Ama istilohiy ma'nodagi yani bizningki bu usuldagi nasx degan nima desa, nasx deganimiz bir hukm oldidan yo'l qo'yilib, undan keyin u hukmninki amaldan qoldirilishi bu nima bo'ldi? Nasx bo'ldi. Nima orqali amaldan qoldirildi? Albatta yana bir dalil bilan, yana bir hukm bilan u hukmning o'rni qanday qilindi? Amaldan qoladi. Undan biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. An-nasxu ta'rifuhu, onun ta'rifi النسخ لغة الإزالة والنقل يعني يقطش والنقل و يتكش degan ma'noda. İzale, yuqtush yoki yuyish, an-naql yutkash degan ma'noda. Va istilohiy jihatda, ya'ni usul fiqhdagi kasfiy atalg'usi nasxninki raf'u hukmi dalilin shar'i aw lafzihi bi dalilin min al-kitabi was sunnah. Shar'i delilninki hükmini yoki onun lafzini kitap ve sünnetten bo'lgan bir delillen kötürüp etish. Shar'iy delilning hükmini. Shar'iy delilning hükmü deganimiz Qur'on yoki hadisda kelgan bir hükmni, ya'ni hükmni lafzini qilib qo'yib, Qur'onda lafzini qilib qo'yib, yoki uningki lafzini, hükmini qilib qo'yib, lafzini kötürüp etish. Nima bilan? Kitap ve sünnetten bo'lgan delillar. Demek bu ta'rifdan qaragan vaqtimizda nasx qancha xil bo'ldi ekan? Hozirgi ta'rifdan qaragan vaqtimizda ikki xil bo'ldi. Birinchisi hukmini amaldan qoldirish, ya'ni hukmini ko'tarib o'tish. Yana birisi lafzini qanday qilish? Amaldan qoldirib o'tish. Hukmini qilib qo'yib, lafzini amaldan qoldirib o'tish. Qolgan buningki bir qancha qismlari bor. Uni biz tuvandagi tafsilotida so'zlaymiz. فالمراد بقولنا رفع حكم. رفع حكم degan bu so'zimizdan bo'lgan biz murad, ya'ni o hukmni tagyiruhu, qana qilish, o'zgartish. Nimadan? Men ijabin ila ibaha. Ya'ni vojib bir hukm bo'lsa, uni mubah qilib o'tish. Ya'ni farz bir hukm bo'lsa, uni mubah qilib o'tish. Yoki o min ibaha ila tahrim masalan. Bir mubah ish, uni haromga qana qilib o'tish, yo'tkib o'tish, o'zgartirib o'tish. Endi faxaraja bizalik yuqorgi raf' hukm degan so'zimizdan chiqib ketdi. Nima chiqib ketdi o? Takhalluful hukm li fawat shartun aw wujud mani'. Bir hukmninki eslib qilishi yoki keyinni qanday qilishi. Nima qilib qoldi hukmni yoki nima eslib qoldi? Li fawat shartun aw wujud mani'. Bir shartninki o'tib ketganligi yoki bir mani'ning bo'lganligi uchun. Masalan, zakat sizga farz bo'lmadi. Nima uchun? Zakat ayrıg'idek pulingiz yo'q. Ya'ni zakatning sharti qanday? Taxalluf deymiz. Kamidi. Hozir bo'lmadi. Bunda holatda buni biz nasx deb atamaymiz. Chunki sizni qanday qilmadi? Hukm ko'tarilmadi emas, vojib bo'lmadi sizga. Shart hozir bo'lmaganligi uchun. Shunga raf' hukm degan so'zimiz bilan shu hukmningki taxalluf bo'lishi, ya'ni kamaski shartning bo'lmaslik tufayli yoki bir mani'ning bo'lib qolganligi tufayli hukmningki taxalluf bo'lishi, ya'ni vojib bo'lmasligi chiqib ketadi. Raf' hukm degan so'z bilan. Masalan, ayyar tafi'a wujubu zakat li naqsin nisab. O'lchamga yetmaganligi, o'lchamning kam qolganligi uchun zakatning vojib bo'lishining ko'tarib ketganiga o'xshash. Yoki masalan, hayzning bo'lganligi uchun namozninki farz bo'lishininki ko'tarib ketganiga o'xshash. Fala yusamma zalika nasxan. Buni da atalmaydi, nasx deb atalmaydi. Ya'ni o hayzlar ayolga namoz emas, farz emas deymiz. Nima uchun? U yerda bir mani bor deymiz. U mani qaysi? Hayz. Emas, unda bo'lsa hayzlar ayolga nisbatan namozning hukmi mansukma, ya'ni amaldan qoldirilganmi? Yo'q. Bunda hukm qanday qilmadi? Mani o'g'anlik uchun to'xtabdi deymiz. Buni ko'tarilib ketdi, ya'ni nasx bo'ldi demaymiz. Chunki nasx degan raf' hukm, ya'ni hukmni qilish, ko'tarib o'tish. والمراد بقولنا أو لفظه يعني أمد lafzi degan so'zimiz bilan bo'lgan murodimiz, ya'ni shar'iy delilning lafzi. Ya'ni Qur'onda bunda bir hukm tushgan bo'lsa, ba'zi vaqtda
Onun labzi ko'tarilib ketib, nimasi qolib qoldi? Hukmi qolib qoldi. Labzi ko'tarilib ketib, hukmi qolib qoldi. Masalan, to'y qilib bo'lib zina qilgan odamni qanday qilamiz? Rajm qilinadi. Bunun qanday qilinliq? Hukmi qilinliq, ammo labzi-chu Qur'onda yo'q. لأن النسخ çünkü nesxi imma ayakuna lil hukmi duna lafz. Ya hüküm üçün lan buludu labsiz. Yani hükmü amelden kaldırıldı, labzi Kur'an-ı Kerim'de qilib qoladi. Bunun mu Kur'an-ı Kerim'de misali var. Av bil aks, yoki aksichi buldu. Yani labzi amelden kaldırılıp, labzi Kur'an'dan kötürülüp, onun hükmü qilib qoldi. Bayatınki rejim ayetiga o'xshash. Yoki lahuma jami'an. Yoki hem labzi hem hükmü qanday qilinadi? Amelden kaldırıldı. Yani amelden kaldırılıp Allah Teala onu peygamberimizden qanday qildi? Unutildirdi. Ve haraca bi qawlina bi dalilin min al-kitabi ve sünne. Kitap ve sünnetten bo'lgan delillan degan bu so'zimizning chiqib ketdi. Kitap ve sünnetten başka deliller qanday qildi? Chiqib ketdi. Qaysi kitap ve sünnetten başka bo'lgan deliller? İcma ve kıyaslar chiqib ketdi. Nimishqa? Chunki icma qiyas bilan fala yunsahu bihima. Bir hüküm icma bilan ve kıyaslar qanday qilmaydi? Nasx qilinmaydi. Yani mansukh qilinmaydi. Amaldan qoldirilmaydi. Faqat nasxi Qur'on bilan va hadis bilan bo'ladi. Bu nasxi degan amaldan qoldirish. Bir hukmning yo'li qo'yilib, uningdan keyin amaldan qoldirish aqlga yoki shariatga ham muvofiqmi desa, tamamen muvofiq. Va nasxu jaizun aqlan va waqi'un shar'an. Bu nasxi aqli jihatdami jaiz, shar'iy jihatdami vaqi'. Yani reallik shariatdami bor. Amma javazuhu aqlan, onun aqli jihatdagi to'g'riliqi bo'lsa, fali annalloha biyadihi al-amr. Çünkü Allah Teala o Allah'ın quldi iş. Ve lehul hüküm Allah'a. Çünkü o Allah Rabbul Malik, perişkar ve hemmenin igisi. Felehu en yeşra'a li ibadihi ma taqdihi hikmetihi ve rahmetihi. Allah Teala'nın hakkı ba, özünün bendelerine onun hikmeti ve rahmeti taqazza qilgan boyunca şeriatni yo'l qo'yish haqqi ba. Ve hal yemna'ul aql en ya'mura al-malik bi mamlukihi bima arad? Bir igiga, yani igisi bo'lgan bir malikqa mamlukini, yani igisi qo'l ostidagi narsalarni bima arada, xohlagan narsa bilan buyurishni aql cheklamdi. Va halimna'ul aql. Aql cheklamdi, shuki burishni malikning o'zining qo'l ostidagi kishilarini xohlagan narsa bilan. Yani bir malik qo'l ostidagi kishilarni xohlagan narsaga buyurishni aql cheklamda? Yo'q. Thumma inna muqtada hikmetillahi ve rahmetihi bi'ibadihi en yeşra' lahum ma ya'lamu ta'ala enne fihi qiyam masalih dinihim ve dunyahum. Andinkin Allah Teala'nınki hikmeti ve rahmetininki taqazzası bendelerge bo'lgan. Ular üçün Allah Teala onunda ularning dini ve dunyosiga menfaati bo'lgan narsalarni bilgan narsalarni ular uchun qanday qilishi, yo'lga qo'yishi u Alloh taolaning bandalarga bo'lgan rahmati va hikmatining taqozosi deydi. Diqqatga men tarjimasi qayta. Inna muqtada hikmatillahi va rahmatihi bi ibadihi ay yashra' lahum ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyam masalihihim va dunyahum. Ay yashra' lahum da tarjima qilaylik. Ular uchun Allah ma ya'lamu ta'ala. Allah taala uningda ularning dini ve dunyosiga menfaati turadigan narsalarni yo'lga qo'yishi Allah Teala'nınki hikmeti ve rahmetininki bendelerge bo'lgan taqozosi. Vel masalih taxtalifu bihasbil ahval. Menfaatlar, payda menfaatlar ahval ve zamanlarınki itibarı boyunca, yani ahval ve zaman itibarı boyunca qanday qiladi? Taxtalif. Xil bo'ladi. Faqat yakunu al-hukmu fi waqtin aw hal aslah lil-ibada. Ba'zida hukm bir vaqtda yoki bir holatda aslah lil-ibad, bandalarga foydaliroq bo'ladi. Faqat yakunu al-hukm bo'ladi, hukm bir vaqtda yoki bir holatda bandaga taxim muvofiq bo'ladi. Va yakunu ghayrihi fi waqt aw hal ukhra aslah. Va uning boshqasida va yakunu ghayruhu fi waqt aw hal ukhra aslah. Ve buludu o
bandalarning boshqasiga, ya'ni u bandalarning boshqasiga yaqin qaytirilar zamirni. Ya'ni boshqa bir bandalarga bir vaqtda yoki boshqa bir holatda asla texim qanday bo'ldi? Muvofiq texim manfaatli bo'ladi. Vallohu alimun hakim. Alloh taolo bilguchi va hikmat bilan ish qiluvchi. Demak, Alloh taolo bandalarini yaxshi biladi. Alloh taolo bandalarga foydali qolgan narsani yo'l qo'yadi. Agar narsa vaqtning o'tishi yoki ahvolning o'zgarishi bilan foydasi bo'lib qolsa, Alloh taolo uni amaldan qoldirdi. Bu Alloh taolaning haqqi. Aqliy jihatda. Ana shariatda mansuxning bor ekanligiga dalil bormi? Qisman olimlar va Qur'onda mansuh yo'q deb inkor qilgan, ammo bu bunday ojiz qarash. Qur'onda mansuh bor, buning dalili Qur'on va hadisda bor. Va amma vuqu'uhu shar'an, ammo shar'iy jihatda uningki bu yuz berishi falil adillati minha. Dalillar va u dalillarning qatoridan birinchisi Alloh taolaninki ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Biz oyatni mansuh qilganlarimiz, oyatni mansuh qilsak yoki uni qanaqa qilsak, unuttirsak, u oyatdan yaxshirog'ini, u oyatni yaxshiroq deganimiz, ya'ni uning taxmisillarga foydaliroqini yoki uning o'xshashini qanaqa qilamiz? Keltiramiz, dedi Alloh taolo. Ma'nansah biz oyatni amaldan qoldirganlarimizni deydi Alloh taolo. Demak, Qur'onda ma'nansah debchi oyatni amaldan qoldirganlarimizni deb nasxini Qur'onda bayon qildi. Ikkinchisi Alloh taoloninki al-an khaffafallohu ankum fal-an bashiruhunna. Masalan, Alloh taolo beshida urush maydonida bir urush qatnashqchininki qaytishiga bo'lmaydigan sonni belgilab bergan. Ya'ni 10 odam bo'lsa 100 dushmanninki 100 dushmanga teng kela oladiganligi, 100 dushmanning oldidan qaytishning to'g'ri emasligini Qur'onda bayon qilgan. Ammo keyin al-an endi Alloh taolo seni yengiltib berdi deb fayyakum minkum 10 sabr fayyakum minkum beshida fayyakum minkum yatu yaglibu alfa min alladine kafaru. 100 olsa 1000'ning alaysizlar dedi. Ya'ni 1000'ning oldidan qaytish qolmaydi. Keyinchi 100 olsa 200. 100 olsa 200 deb bir hassaga tushadi. Ya'ni hozir Alloh taolo sizlarni yengillatdi deb tushadi. Ya'ni keyin beshida 100 askar 1000 askarning oldida qassi bo'lmaydi degan hukmdan keyin 100 askar 200 askarning oldida qassi bo'lmaydi. Uningdan ortiq askar olib qolsa, yengilish ehtimoli olib qolsa, qassi bo'ladi degan hukmni Alloh taolo qanday qildi? Tushadi. Fa inna hada nassun fi taghyir al-hukm as-sabiq. Mana bu ilgirki hukmni o'zgartishdagi nas, ochiq bir nas. Ikkinchisi mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisini algan bo'lsak, kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha. Men sizlarni qabrini ziyorat qilishdan cheklagan edim, fazuruha. Uni qanday qilamdi? Ziyorat qilinglar dedi. Va hada nassun fi naskhin nahy. Bumu nasbun ochiq nas. Nahyninki amaldan qolganligida qabrini ziyorat qilishdan. Ya'ni tunji qatimda yig'dim son bo'lgan vaqtda sahobalar payg'ambarimiz qanday qilgan? Qabrini ziyorat qilishdan to'sqan. Keyin uni yo'l qo'ygan. Demak, bir hukmni 5 ta cheklab qo'yib, keyin uni qanday qildi? Amaldan qoldirdi. Shunday deydi, fa hada nassun fi naskhin nahyi an ziyaratil qubur. Bu qabrini ziyorat qilishdan bo'lgan cheklimini amaldan qoldirishdagi ochiq nas. Endi Qur'ondagi qanday hukmlar nasx qilmaydi? Ya'ni Qur'onda faqat nasx qabul qilmaydigan hukmlar bormi desa, albatta bor. Qur'onda faqat nasx qabul qilmaydigan hukmlar birinchisi xabarlar. Ya'ni tarixlar, Qur'on Karimdagi qissalar, payg'ambarlar tarixi bular nasx qilmaydi. Chunki bu xabar degan bir qatim xabar qilindi, u amaldan qoldirilib, yana bir xabar kelsa, birinchisi yolg'on degan bo'ladi. Hasha lillah. Alloh taolo yolg'onchilikdan pok. Shunga deydi, birinchisi mayamtani'u nasxuhu. O mansux bo'lish chekiladigan narsalar. Birinchisi al-akhbar. Ya'ni xabarlar, tarixlar. Li'anna an-nasxa, chunki nasx qilish mahalluhu al-hukm. Uning o'rni hukm. Ya'ni hukmlar nasx bo'ldi. Xabarlarning bo'lmaydi, nasx olmaydi. Chunki nasxu ahadul xabarayn, chunki ikki xabarning birini amaldan qoldirish yastalzimu an yakuna ahaduhuma kizban. U ikki xabarning birisining yolg'on bo'lishini talab qiladi. Wal kizbu mustahilun fi akhbarillahi va rasulih. Yolg'onchilik Alloh va uning elchisining xabarlarida, Alloh va uning elchisi so'zlagan tarixlarda mustahil. Allahum illa an yakuna al-hukm ata bi suratil xabar. Lekin ba'zi bir hukm xabar shaklida kelgan bo'lsa, uningki falamtani'u nasxu. Uning nasxi bo'lishi cheklanmaydi.
Hüküm, lekin xabar şekilde geldi. Mesela İyyekum minkum 20 sabiru yaglibu mi'atayn. Eğer sizlarning içinglardan 20 adam bolsa, sabırçan 20 adam bolsa, 200 adamning üstünde g'alaba qiladi dedi. Bu asli yani 200 adamning oldidan qassi bo'lmaydi. Yoki undan az adamlarning qassi bo'lmaydi. Ama 200 dan qo'pib qolsa, yengilib ketish ehtimoli bu tuvan bo'lsa, ya'ni bulab qolsa, yengilib ketish ehtimoli kuchliroq bo'lib qolsa, yengish ehtimoli az bo'lib qolsa, qassi bo'ladi. Demak, 5da shunday hukm tushgan. Ama bu mesela hüküm bu asli. Ama bu haber şekildeki. Eğer sizlerden 20 adam olsa 200 adam galba qiladi, yengadi deb. Fa inna hada haber. Bu haber ma'nahul emr. Onun buyruğu, onun manası emir. Yani 20 adamdan 200 adamdan aldın kaçış olmaydı degan bir hüküm bu. Şunun için keldi onunki mensuh bo'lganligi ondan keyingi oyatda keldi. ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها. Çünkü onun mensuh bo'lganligi, yani amaldan qolganligi undan keyingi oyatda keldi. U bo'lsa qaysi Alloh taolaniki "Al-an khaffafallohu ankum wa alimanna fikum da'fa." Endi Alloh taolo sizlarni yengilishib berdi va sizlarning ichinglardagi ojizlikni bildi. "Fayyakum minkum mi'atun sabiru yaghlibu mi'atayn." Agar sizlarning ichinglardan sabrchan 100 odam bo'lsa, 200 odamning ustidan g'alaba qiladi dedi. Demak 100 odam 200 deb, 5'i de 20 odam 200 de. Endi 100 jo 200. Demek bir yerde hüküm qana qildi, yengilletildi. İlgiriksidagi hükümçü amaldan qoldi. Yani 5'ideki hüküm 20 adam 200 adam düşmanga duch kelib qolsa qaytish to'g'ri bo'lmaydi. Keyingi hüküm 100 adam 200 adam duch kelib qolsa qanday bo'lmaydi? To'g'ri bo'lmaydi, ammo 100 dan tuvan 50, 20, 30 bo'lib qolsa, qassa agar yengish ko'zilmasa bo'ladi degan hüküm chiqadi. Demak, ma hüküm kuchga yo'lab ilgiriksidagi hüküm qana qildi, amaldan qoldi. Demek birincisi nima? Tarixlar, yani haberler de nesk olmaydı. İkincisi, el-ahkamu allati tekunu maslahatun fi kulli zaman ve mekan. Her vakit, her yerde menfaat bulduğun hükümler mensuh olmaydı. Qaysi mesela tevhidga o'xshash, imanning usuli, alt imanga o'xshash, ibodatning asoslari ro'za, zakat deganga o'xshagan, axloqlar, rasullik, iffat, saxiylik, potriq deganga o'xshagan. فلا يمكن نسخ الأمر بها. ونولا أملدن قلدرش ممكن أماس. يعني نسخولش ممكن أماس. وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمن. وشنو غشغان هر bir zaman her bir makanda qabih işlarning qabih işlardan bo'lgan nahiyninki nasx bo'lishi, amaldan qilishi mumkin bo'lmaydi. Shirk o'xshash, masalan, kufr o'xshash, nachar axloq, yolg'onchilik, gunoh, bexillik, qo'rqonchoqlik shunga o'xshagan. Chunki shariatlarning hammasi bandalarning manfaatlariga va u bandalardan ziyonni ittirish uchun bo'ladi. Bu da har vaqt yomon ko'riladigan, har vaqt yaxshi bo'ladigan ishlar degan bu amaldan qolmaydi. Axloqdan vaqt o'tmaydi. Xo'sh, endi shurutun nasx. Nasxni shartlari qancha desa, shuru yashtaritu lin-nasx fima yumkinu nasxu shurutun minha. Uni nasx qilish mumkin bo'ladigan narsalardagi nasxninki bir qancha shartlari va uning qatoridan birinchisi ta'azzurul jam'u bayna ad-dalilin. İki delilning o'tirisini jamlash mumkin bo'lmasa, annekin bu yerda nasx ekan deymiz. Ya'ni nasx bor deymiz. Agar jug'lab qolsa, uni nasx demaymiz. Fa in amkana al-jam', agar mumkin bo'lib qolsa ikki delilni. Masalan, ikki delil deganimiz, masalan, ikki oyat keldi. Birisi 5'ta, birisi oxirisida. 5'ta 20 adam 200 adamning g'alaba qila oladi dedi. Keyingi oyat 100 adam 200 adam ne dedi? Demak, ikki delil qarama-qarshi. İkisini qanday qilolmaydi, jo'g'liq olmaydi. Jo'g'liq olmagan vaqtda lekin hamma ilgirisikin mensuh amaldan qolgan ekan deymiz. Fa in amkana al-jam', agar jo'g'lab qolsa, fala nasx. Nasx qilish bo'lmaydi. Limkan al-amal bi kulli minhuma. Uning har ikkisi amal qilg'ili bo'lib qolsa, uningga nasx qilg'ili bo'lmaydi. İkinci sharti nasx qilishninki, nasixninki keyin kelganligini bilish. O nima bilan bilamiz ash keyin kelganligini? Bilidu ashuni imma bin nas, yani nasrun uchuq naslan aw bi xabar as-sahabe, yoki sahabaning xabari bilan yoki tarix bilan. Shu vaqtdagi tarixni surishtirish orqali. Masalan, uchuq naslan bo'lgan bayatinqi 20 adam 200 adam ustidan g'alaba qila oladi dedi shundami? Undan keyin keyinlam al-an endi deb keyinlam kelgandan keyin bu uchuq bilan oyatlar uning amaldan qoldirganligi qana qiladi, chiqadi.
Endi misal ma ulima ta'akhurihi bin nas. Endi neslen onunki nasixninki, ya'ni amaldan qoldiruvchi bo'lgan hukmning keyin kelganligining misoli, masalan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamninki kuntu adantu lakum fil istimta' min an-nisa' va anna Alloh qad harrama zalika ila yawm al-qiyamah. Men sizlarga uchun ayollardan vaqtliq nikohlashinglarni yo'l qo'ygan edim, ruxsat qilgan edim. Alloh taolo uni shuni qiyomat kuni qanday qildi? Harom qildi dedi. Demak, bir hukmni nasx qildi, amaldan qoldirdi. Bu naslan ilgari mushunda ruxsat qilgan edim ki mana Alloh taolo uni harom qildi deb naslan nima bo'ldi bu? Harom bo'ldi. Naslan harom bo'ldi. Demak, ma'vo keyin kelganligi qanday bo'ldi? Naslan bilindi. Ve misali ma ulima bi xabar sahabe. Endi sahabenin xabari bilan nasxo'ning misali Ayşe radhiyallohu anhaning so'zi kana fima unzila min al-Qur'an 10 radu'at ma'lumat yuharrimna thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Qur'on Kerimdan tushgan edi kana fima unzila min al-Qur'an. Qur'on Kerimdan tushgan hukmlarning qatoridan edi 10 qatim imitish u harom qiladi dedi. Ya'ni bir kichik bolani bir yat ayolninki 10 qatim imitishi nima bo'ladi? Uni mahram qiladi o ayolga. Mahram qildigan bir hukm Qur'on Kerimdan tushgan narsaning qatoridan, Qur'on Kerimdan tushgan hukmlarning qatoridan edi. Thumma nusikhna bi 5 ma'lumat. Ondan keyin uninki 5 qana qilgan amaldan qoldirilgan deydi. Ya'ni dastlabda Qur'onda 10 qatim imissa bir ayol kishi bir buvoqni bu imilda şoludu degan bir hukm tushgaydi. Ondan keyin bu 10 qatim 5 qatim qanday qilgan amaldan tushirilgan degan. Demak, bu mu Ayşe radhiyallohu anhaning xabari bilan ondan keyin deb uning keyin kelganligi Ayşe onamizning xabari bilan qanday qilingan bilingan nasxninki misoli. Endi tarix bilan bilinganning misoli masalan baytdan al-an khaffafallohu anku. Ya'ni beshida 20 odam 200 odam yengalaydi dedi. Keyin sizlarning ojizlik al-an endi Alloh taolo sizlarni yengillatdi. Sizlardagi ojizliklarni Alloh taolo bildi. Endi sizlarni 100 odam bo'lsa 200 odam yengalaydi dedimi? Faqawluhu al-an degan so'zi yadullu ala ta'akhkhur hada al-hukm. Bu hukmning keyin kelganligiga dalolat qiladi. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخون. وشنو أخشاش أجر ذكر قرنسا حقيقة پیغمبر صلى الله عليه وسلم هجرتن ilgir bir narsaga mında hukm qilgan, andikin o hijratinki mında hukm qildi deb bir hukm bayon qilingan bo'lsa, bima yukhalifuhu yani uni qarshi qildigan shaklda. Yani ikinci hüküm, yani hicretten keyin qilingan hüküm, hicretten ilgiri qilingan hüküm qarshi qildigan bo'lib qolsa, fathani nasix. Yani hicretten keyin qilgan hükmü nasix bo'ldi. Amaldan qoldiruvchi bo'ladi. Hicretten ilgiri qilgan hükmü mansux, amaldan qoldirilgan bo'ladi. Xo'sh, üçüncüsü thubutun nasix. Bir hükümning amaldan qolgan mansux bo'lishi uchun cho'qim nasix bo'lishi kerak. Yani amaldan qoldiruvchi bir dalil bo'lishi kerak. Bu delil qanday bo'lishi kerak desa, vashtaratal jumhur ay yakun aqwa min al-mansukh. Shart qildi jumhur ulamolar mansuxdan nasixning kuchli bo'lishini. Shuning fala yansuful mutawatir indahum bil ahad. Shuning uchun mansux qilinmaydi, mansux qilinmaydi mutawatir ularning qashida ahad bilan. Ya'ni ahad hadisdan birisi mutawatir hadisni qanday qilinmaydi? Mansux qilinmaydi. Ve in kana thabiten, gerçi sabit olsun mu, yani sahih olsun mu, mutawatir derecesi yetmegen bolsa, o sahih hadismi mutawatirni qanday qilinmaydi? Amaldan qoldirilmaydi. Jumhur ulamalarning ko'z qarashi ma'lum. Ana Abturning ko'z qarashi deydi. Val arjah, kuchli ko'z qarash. Kimning qashda? Mush kitobning Abturning ko'z qarashida. Annahu la yushtarata yakuna an-nasikh aqwa. Nasikhning kuchli bo'lishi shart qilinmaydi. Chunki hukmni amaldan qoldirish لأن محل النص الحكم. Çünkü nesxinin mahalli, yani orunu, amaldan qoldirishning orunu hüküm. Onun da onunki tavatur şekilde sabit bo'lishi shart qilinmaydi deydi. Ma ojizlik ko'rish qarshi, lekin Abdurning qarshi. Jumhurning qarshi kuchliroq. Ya'ni cho'qim nasix amaldan qoldiruvchining kuchli bo'lishi kerak.
Ya'ni mutawatir bo'lmagan hadislar mutawatir hadisda kelgan hukmlarni qanday qilinmaydi? Nasix qilinmaydi. Agar zid kelib qolsa, birisi mutawatir keldi, birisi sahih hadis kelgan bo'lsa, biz mutawatirni qanday qilamiz? Tutamiz. Endi nasxning qismlari 3 qismga bo'linadi. Yanqasimun nasx bi'atibari nasx al-mansukh ila 3 aqsam deydi. Nasx mansukh nasning e'tibori bo'yicha 3 qismga bo'linadi. Ya'ni amaldan qoldirilgan nasning e'tibori bo'yicha 3 qismga bo'linadi. Birinchisi onun hukmi nasx qilingani, ya'ni hukmi amaldan qoldirilib, lafzi qilib qolgani. Bu Qur'on Karimda aytib ko'p. Masalan, bayatınqı "İyakum minkum 20 sabiru yaglibu 200" dedi. 20 adam bo'lsa 200 adam yengalasizlar dedi. Bu hukm keyindan kelgan hukmlar qanday qildi? Amaldan qoldirildi hukmi. Ammo lafzi Qur'on Karimda qolib qoldi. "Al-an khaffafallohu ankum wa alima anna fikum da'fa فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200 وإيكم منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين" degan bu hukm bilan ilgirsidagi oyatning hukmi qanday qildi? Amaldan qoldi. Ammo lafzi qolib qoldi Qur'on Karimda. Nima uchun lafzi qolib qoldi? Uning hikmati nima desa, va hikmatu nasx al-hukm dun al-lafz biqa'i thawab at-tilava. Va hukmni amaldan qoldirish lafzini qolib qo'yib, ya'ni hukmni amaldan qoldirishning hikmati lafzini qolib qo'yib, tilovatninki savobini qolib qo'yish va ummatga nasxning hikmatini eslatish. Nasxning hikmatini eslatish. İkinci qismi ma'nusi lafzuhu va baqiya hukmuhu. Uning lafzi Qur'on Karimdan amaldan qolgan, ammo hukmi kelib qolgan. Hukmi qolib qolgan. Hukmi kuchga ega. Masalan, qaysi ayatul rajmga o'xshash. Bu sahihda, Buxoriy va Muslim sahihida sabitlab kelgan Ibn Abbas radhiyallohu anhuning hadisidan Jazman Umar ibn Xattob mundaq degan: "Kana fima anzalallohu ayatul rajm faqara'naha wa aqalnaha wa wa'aynaha." Alloh taolo rajm oyatini tushirgaydi, uni o'qigaydiq, tafakkur qilgaydiq, yodlagaydiq va Rasululloh rajm qildi. Biz bundan keyin rajm qildik. Fa akhsha an qala bin nas zamanun. Men qo'rqaman kishilarga zaman uzun bo'lib, ay yaqula qa'il bir odam chiqib mundaq deyishidan qo'rqaman. Vallohi ma najidur rajma fi kitabillah. Allohning kitobida rajm oyatini topmadik. Shuning uchun biz rajm qilmaymiz deyishidan qanday qilaman? Qo'rqaman. Fayudillu bi tark faridat anzalaha Allah. Alloh taolo tushirgan bir farizni tashlash orqali ezib ketishidan qanday qilaman? Qo'rqaman degan. Ve inne rejme fi kitabillahi hak. Rejm Allah'ın kitabındaki bir haktır. Ala men zana iza ahsana min ar-rijal ve nisa ve qametil beyine. Ev kana al-had ev al-i'tiraf. Rejm Allah'ın kitabındaki bir haktır. Zina qilgan odamga iza ahsan agar er ve ayollardan to'y qilib bo'lgan bo'lsa, hujjat bo'lsa, ya'ni hujjat bo'lsa, pakit bo'lsa yoki qo'sqida qolgan bo'lsa yoki o'zi e'tirof qilsa. Endi u lafzini amaldan qoldirib, hukmini qolib qo'yishning hikmati nima desa, ixtibarul umma fil amal. Bizda musulmonni imtihon qilish. Bima la yajiduna lafzuhu fil Qur'on. Qur'on karimda lafzini topmagan, ammo hadislar orqali uning hukmi bor deyilgan o'sha hukmlarga amal qilindi qilmam deb imtihon qilish. Bima la yajidu lafzuhu fil Qur'on. Qur'on karimda topmaydigan shunday hukm bilan amal qilishda ummatni qanday qilish? Imtihon qilish. Va ularningki iymonini Alloh taolo tushirgan hukm bilan tekshirish. Aksi hal Yahud allazina havalu ketm nasrajin fi Tevrat. Yani Yahudilarningki ahvolining dal aksicha qanday qilgan ular? Allazina havalu ketm rajmi ketm nasr rajmi fi Tevrat. Tevratdagi rajmininki nesni, ya'ni uchuq hukmini yushishga uringan Yahudilarning ahvoli qarama-qarshi holda Alloh taolo tushirgan hukm bilan o ummatninki iymonini tekshirish ne qanday qilgan iroda qilgan bo'lishi mumkin. Undan boshqa biz bilmaydigan hikmat bo'lishi mumkin. Üçüncü qismi nasxninki uning hukmi ham lafzini amaldan qolgani. Xuddi nimaga o'xshash? Yuqorqi Oysha radhiyallohu anha hadisidagi 10 qatim imetishdan imildashlikninki hosil bo'lganlikqa to'g'risidagi hadisiga o'xshash. Uningki dedi o Qur'onda asli 10 qatim imilsa imildash, ya'ni uningda mahramlik shakllanadi deyotgan bir oyat bor edi. Uningdagi uning 5 amaldan qolgan dedi. U 10 ma Qur'onda yo'q. Kin amaldan nasx qilgan 5 ma Qur'onda yo'q. Demak, uning nimasi
hükmü ve lafzıçı ikkilisi amaldan qolgan. Ikkilisi amaldan qolgan. Onun hükmü lafzıma amaldan. Şunun için o imildaşda ba'zilar bir qatim ümit tushgan imildash sabit bo'ldi desa, ba'zi 3 qatim deydi, ba'zilar bir qatim to'yg'udek deydi. Şun ixtilof yuz bergan. Agar onun hükmü qolgan bo'lsa, onun ixtilof bo'lmaydi. Endi nasx qilg'uvchi, ya'ni nasx qilg'uvchi e'tibori bo'yicha 4 qismga bo'linadi. Birinchisi Qur'on bilan nasx qilishi, Qur'on bilan nasx qilinishi. Bayatınki yema adam 200 adamı yengelaydi degan oyatga o'xshash. Bir oyatni keyin kelgan oyat qana qildi, nasx qildi. Ya'ni Qur'on bilan nasx qilindi. Ikkinchisi Qur'onning sunnat bilan nasx qilinishi. Bunga misol yo'q. Ba'zilar Qur'on bayatındagidek jumhurlar mansux nasixdan qanday bo'lishi kerak, ya'ni nasix mansixdan kuchli bo'lishi kerak deydi. Hadis degan Qur'ondan kuchli emas. Shuning uchun buni jumlalar to'g'ri emas deb qo'ydi. Gerçi ma avtori kitobning avtori to'g'ri deb qaragan taqdirda bundan qanday qilinmagan misol topolmagan. Üçüncüsü hadisniki Qur'on bilan amaldan qilishi, nasx qilishi. Uning misoli ilgari Baytul Muqaddas qarab namoz o'qish hadis bilan sabit. Keyin Qur'on Karimdagi favalli vajhaka shatral masjidil haram va haytuma kuntum favalli wujuhakum shatrah degan bu oyat bilan hadisda sabit bo'lgan Baytul Muqaddas qarab namoz o'qish qanday qilgan amaldan qolgan. Dördüncüsü hadisni hadis bilan nasx qilish. Bu mu bor? Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuntu nahaytukum anin nebiz fil aw'iya fa ashrabu fima shi'tum wa la tashrabu muskira. Mesela nebiz içishdan qanday qilgan to'sqa edim. Qachlardiki uni xalaqancha endi ichinglar, lekin mas qilg'uchini qanday qilmanglar, ichmanglar degan. Demak, o'sha bir hadisdan qanday qildi? Nasx qildi deymiz. Bu nesxinin qanday hikmeti var? Allah Teala nima uchun ishning ham oldi keyinni hamini bilgandan keyin nima uchun bir xil tushmaydi desa, bu Allah Teala biladi, lekin insonning manfaati, bandalarning manfaati uchun qanday qilgan hukmlarni nasx qilgan. Bunda bir qancha hikmatlar bor. Lin-nasx hikam mutaaddida. Uning nurg'ulg'an hikmatlar bor. Uning qatoridan birinchisi bandalarningki manfaatiga rioya qilish bi tashri'i ma huwa anfa'a lahum fi dinihim va dunyahum. Ularning dini va dunyosiga manfaatlik narsa bilan shariat chiqarish bilan bandalarning manfaatiga rioya qilish. İkincisi at-tatawwur fi at-tashri' hatta yablugha al-kamal. Shariat chiqarishdagi tadrijiy taraqqiyot, hattoki mukammallik darajasiga yetadi. Yetgan qadar shariatdagi taraqqiyot. Üçüncüsü اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك. Mükelleflarni imtihan qilish. Nim bilan ularningki qabul qilish bir hukmdan yana bir hukmga o'zgarishni qabul qilishga bo'lgan tayyorligi va ularning ashunga bo'lgan rozimanligini imtihon qilish. To'rtinchisi mukalliflarningki, ya'ni musulmonlarningki اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف. Yani mükelliflarni şükür vazifesi bilan imtihon qilish. Agar nasx ila axaf, yengilroq bo'lgan bo'lsa, ya'ni qiyindan yengilga qiyin ishni bir amaldan qoldirilib, yengil yo'l qilgan bo'lsa, bundan bu mu'minlar mana bilan shukr qilandi yoki qilmandi deb shuni imtihon qilish. Shunday deydi, ixtibar mukallifin bi qiyamihim bi vazifati shukr idza kana an-nasx ila axaf. Agar nasx yengilga bo'lib qolsa, shukr vazifasi bilan mukalliflarni qanday qilish, imtihon qilish va agar qiyin bo'lib qolsa, ya'ni yeniqi amaldan qoldirilib, qiyini yo'l qo'yilgan bo'lsa, sabr vazifasi bilan qanday qilish, ularni imtihon qilish. Bundan boshqa yana nurg'unlagan biz bilmagan hikmatlar bo'lishi mumkin. Ammo bizning vazifamiz Alloh taolaninki har qanday hukmiga sallamna deyish va sami'na va ata'na deyish bu bizning vazifamiz. Unda bo'lsa o'qlashlar biz bugungi nasx aloqador darslarimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.